Ya Umidjon xormi? Nima o'qiyapsan? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ha, kim o'lib qopti? Aka fojia. Bir yilda gazli va energetik ichimliklardan 1,5 millionga yaqin inson barvaqt olimdan o'tar ekanda. Endi bunga biz shu bilan taskin topamiz. Bundan boshqa qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Inson o'zini o'limiga o'zi sababchi ham bo'ladi. Mana shu energetik haqiqatda gazировkalar ichgandan keyin jigar ketadi, jigar ketgandan keyin uzoq yashamaysan. Endi bunga nima tavsiya qilamiz biz? Bunga nima tavsiya qilamiz? Ichimliklarni o'rniga. Mana qarang, karkadeli choy, karkada 10 dona solasan, kar etsa, kardamon solasan. Buni-chi sovuq qolgandan keyin ichsang ham maza qilasan, qaynoq ichsang ham maza qilasan. Bitta ichib ko'rgin aytasan. Shunda tanang yeradiki, jonda rohati. Sababi qon tomirlarini, devorlarini juda ham zo'r mustahkamlaydi. Buni qarang. Voy, maza qildi. Ana, kardamonlar bilan tushgani qarang. Bu juda kuchli narsa. Yoz keldi, bundan buyoq ichish kerak. Bu zo'r ozdiradi ham. Bilasanmi shuni? Ozdiruvchan xususiyatlari ham zo'r buning kardamon. Boya o'qidim, kollagen ko'p ishlab chiqarar ekan. Kollagen yoshartiruvchi. Maza qiladi odam ichgandan keyin. Osh bo'lsa ich, Umidjon buni klientlarga bemalol tavsiya qilib ber. Ko'rding, bozorlarda qorasi juda ham ko'p buni. Xo'p. Sababi u qora ximikati o'ta baland. Bu qayerdan kelgan sanda klientlarni so'rab qolsa, Misrdan kelgan. Misrdan kelgan. Misrdagi boshqacha bo'ladi. Bularda ta'mi ham o'zgacha bo'ladi. Novot asallamini maza qiladi odam. Onurni shundoq siqib sokin ichmang-yu. Bir xo'plam iching. Ha, yana yer edi. Mana yo'lingda bekitib qo'ygan narsa nima ekan uchun? Bilasanmi o'lma? Nima ekan? Zafaron. Oho. Bu 50 gram. Nech pul turadi? Nech pul turadi? $400 turadi. $400? 400. 1 grami 100 ming so'm. Ha, uni bilaman. 5 million bo'ladi. Bu yerda 50 gram 5 million. 50 gram bo'ladi. Buni endi mana choyimizga qo'shasan. Sekin chiroyli qilib sep. Hammasini qo'shaver. Hammasini sep. Kelgan odamlar olib maza qilsin, ichsin. Biz bu choyda sihat salomatlik uchun, shu har bitta inson qadri bizga borligi uchun tayyorlab sotamiz. Ana har xil bizdan ketkincha qilib mehnat qiladiganlarga o'xshab sotmaymiz. Bozorlarda ko'ryapsan, essensiyalar qo'shib urib beryapti. O'zimizda tayyorlar. Choyda jonivoni go'zali faqat bizda bo'ladi. Har bitta giyohida 276 tagacha suviga foydasi bor, shifobaxsh. Zo'r bo'lib ketdi, maza qilding. Buni endi kelgan klientlarga shunda mana shu yerdan solib beringiz, shu yerdan solib bergin. O'zi oborisi maza qilsin. Mana ko'rsatuvchi 1 gram deydi. Masalan 100 mingdan sotyapsan masalan. Hammasini qo'shib yording, baraka topini. Bitta choyimizga 50 gram zafaron. Shunda tayyorlayapmiz, masalan aytdimmi, har bittasiga 1 kilodan qo'shaman dedim. Qo'shamiz. Shuning uchun choy olib ichgan odam maza qildimi insonlar? Maza qilish. Bironta negativ bo'ldimi shu choylar? Kommentariyada belgilab ketinglar, mana shu choydan ichib fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Hamma odam maza qiladi. Davlina luba muammosiga, luba qoni qo'yonlarga hammasiga maza qiladi. Choyda qara, turishini damlaganni ham ziyarani. Karkada endi dahshat. Aka karkada yana bitta menga boya yoqqani ancha aksident ekan. Xolesterinni juda zo'r nazorat qilar ekan bu. Osh bo'lsa, ich, ama giyohlarni ichyapsan, maza qilyapsan. Yoz kelyapti. Chanqoq ostiga o'zingiz uchun toza karkada qidirayotganlar kelinglar, aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz xudo xolisa. Dastlab hali ham bizlarni podpisatsiya bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib oling. Bizlarning videolarni kuzatib oling. Bizlar faqat sizlar uchun eng yaxshisini, eng zo'rini, tabiiysini ulashamiz. Xudo xolisa. Like bo'lsa, istab. Sizlarning sog'liginglar bizning boyligimiz. Teşekkür.